Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga 18-iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan tongi soat 7:00 da Jahon chempionati guruh bosqichi birinchi turdan o'rin olgan O'zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin boshlanadi. Biroz avval tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro va futbolchi Eldor Shomurodov ishtirok etib, quyidagi fikrlarni bildirishdi. Fabio Cannavaro: Xayrli kech barchaga. Bu biz uchun ilk jahon chempionati hisoblanadi. Ertaga barcha muxlislarimiz bizni tomosha qiladi. Barcha futbolchilarimiz ertangi o'yinga tayyor. Husanov albatta muhim himoyachilarimizdan bittasi. U hali yanada yuqori darajaga chiqish uchun imkoniyati bor. U ayni paytda ham yuqori darajada o'yinlar ko'rsatib kelmoqda. O'ylaymanki, bu yerda eng yaxshi fazilatlarimizni, o'zbeklarning mentalitetini namoyish qilishga harakat qilamiz. Men jamoa bilan ishlaganimda o'z tajribamni ulashishga harakat qildim. Chunki men ham qachonlardir ilk bor jahon chempionatida debyut qilganman va o'z tajribalarimni yetkazib boryapman. Kolumbiya va Portugaliya kabi jamoalar yuqori darajadagi o'yin namoyish etishadi. Ularning tarkibida kuchli futbolchilar bor. Ularga qarshi o'yinda ehtiyotkorlik bilan o'ynaymiz. Biroq Kolumbiyada nafaqat Xames, balki ko'plab yaxshi darajadagi futbolchilar bor. Kolumbiyani tahlil qildik. Oxiriga qadar o'ynaydi. Biz ham o'z imkoniyatimizni namoyish etib maydonga tushamiz. Biz ushbu stadionga avval ham kelganmiz. Bu yerda Maradona eng yorqin gollarini kiritgan. Biz ham ushbu tarixiy stadionda ilk o'yinimizni o'tkazayotganimizdan xursandmiz. Mening fikrimcha, siz nimagadir yetishmoqchi bo'lsangiz, qiyinchilikdan o'tishingiz kerak. Barchaga buni isbotlashingiz kerak. Mashg'ulotlarda qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy holat. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi akademiyalarga, infratuzilmalarga juda ham ko'p e'tibor qaratmoqda. Mamlakatda futbol rivojlanib boryapti. Bu O'zbekiston uchun ilk jahon chempionati. Men O'zbekistonning ilk jahon chempionatida bosh murabbiy sifatida ishtirok etayotganimdan xursandman. Men futbolchi sifatida jahon chempionatida ishtirok etganman, biroq murabbiy sifatida ishtirok etish baribir boshqacha. Futbolchi sifatida va murabbiy sifatida tayyorgarlik boshqa narsa. Chunki siz barcha futbolchilaringiz bilan gaplashishingiz kerak. Bizni juda ham qiziq va shiddatli o'yinlar kutib turibdi. Raqiblarimiz ham yuqori darajadagi jamoalar. Biz ilk bor bu musobaqada ishtirok etyapmiz. Ushbu musobaqaning har bir uchrashuvidan zavqlanishimiz va tajriba olishimiz kerak, dedi Fabio Cannavaro. Eldor Shomurodov: Hammaning kayfiyati a'lo darajada. Ilk bor jahon chempionatida qatnashyapmiz. Hayajon bor, lekin hech qanday bosim yo'q. Barcha futbolchilarimiz ushbu o'yinni intiqlik bilan kutyapti. Albatta, uzoq kutilgan jahon chempionati terma jamoa sardori sifatida qatnashish men uchun katta g'urur. Ertaga ijobiy natija qayd etishimizga umid qilaman. Xalqimizdan esa bizni qo'llab-quvvatlashini so'rab qolaman. Bizda bosim yo'q. Ertaga biz jamoamiz bilan birgalikda to'liq tayyor bo'lamiz, dedi Eldor Shomurodov.